Faqat o'riqlab g'alba qilgan kishilar his qilib yetgan 8 turlik o'riqlashning yadrosini so'zlab beraman. Ma'ni bilib olsangiz, nurg'un agri to'qa yo'lni azmangsiz, o'riqlash unimingiz bak ishmangdi. Bir tal yurak berib saqlab olib, naytni tafsili anglab chiqing ha. Birinchisi, pingtaychiga kirib qilish degan gap sizning ig'irlikni tuvalligandan keyin badan sizni yo'qab ketmasin deb sizni qo'g'dash uchun ig'irlik tushini bir to'xtatib qo'ydi. Bu chog'da siz tamtirab ketib, tomoqni texim oziltib, texim ozyavasangiz, bu chog'da badanni bakrak cho'chitib qo'ysiz. Sizga savrchanlik lozim. Tomoq planingizni o'zgartmang. Yana davomlashtirib menga ig'irlik hamon tushidi. Jiq bo'lsa ishkab saqlaysiz. Ikkinchisi, ayollar odat mezgilda cho'qimlan badanda 1 kilodan 2 kilogacha ortiq suvni saqlab oldi. Ig'irlik sal o'rlab qoladi. Bu chog'da siz tamtirab ketib, tomoqni teximi oziltib, faraz tutib olsangiz, balkim odatingiz to'xtab ketishi mumkin. Hech qanday planingizni o'zgartmang. Odat mezgili oyoqlashgandan keyin bu ig'irlik o'zligidan chiqib ketadi. Uchinchisi, badandagi insulinning qarshilik kuchining eshib ketishi sizning o'riqlash unimingizni tuvaltiydi. Sababi siz uch vaqt tomoqqa un tomog'ini, oq un tomoqlarini bakaysiz. Uch vaqt tomoqdan sirtqi ushaqchoq narsalarni yeysiz. Sizning badaningizga qon shakaringizning o'rilishi bir do'lqinsimon bak o'rlab, bak tushib ketadi. Shuningdek, tomoq odatingizni ritmli qiling. Oq un tomoqlarini sal ozayang. Uch vaqt tomoqdan sir ushaqchoq narsalarni yemang. Qalaymaqan eg'iz besiqman narsa yeydigan odatingizni endi tashlang. To'rtinchisi, kechida yaxshi uxlamaslik sizning 70%lik o'riqlashning unumini tuvaltiydi. Kechida uyqusi yaxshi emas odamning atsi badanga bakchiq maylarni qo'saq qilam yig'ib oladi. Shuning uchun uyqungizni yaxshilashga cho'qim ahamiyat bering. 5-si, kayfiyatning nacharligidan narsa yeyishninki sababi tomoqni haddidan ziyod farz tutib o'tishdan, yegan yemaklikning turining to'g'ri bo'lmasligidan derak berdi. Siz oq un tomoqlarini bakchiq yeyotsangiz, qon shakaringiz bak o'rlab bak tuvallasa, uning ustiga siz kunduzi optab ko'maysiz, harakat qilmaysiz, kayfiyatingiz turaqsiz bo'ladi. Bu xil odatda badandagi besim hormonlar bak o'rlab ketadi. Bu chog'da siz shu yeydigan narsadan xo'shallik deb shuni qo'ydi o'tasiz. Eng muhimi kayfiyatingizni boshqa xil usullarda tanlashning qo'ydi bo'ling. Masalan, attigini optab ko'rib bering, harakat qilib bering, chiq yetib olmang, chiroyli gap qiling, xaponmang, terikmang, tashvishlanmang. Tomoqlaringizga yemakli talos ko'proq bo'lgan xongshu qo'noq kav yangyo degandek asos oshxonani o'rlashtirib bering. Oqqon tomoqlarga bek tayinib olmang. 6-si, ma'lum bir harakatga tayinib shuyaning maylarini azaytib olay desangiz ham xiyol qilgan bo'lsangiz. Masalan, qo'sa qatlash harakati bilan qo'sqinni kichiklatgan ba, pachoqni harakati bilan pachoqni inchi qilgan ba, yo'q, bunday gap yo'q. Badandagi maylar suyu holatda hammaga taralgan bo'ladi. Siz faqat tomoqni to'g'rayib, butun badanning harakatini tekshir qilib berganda, hamma badan tekshir o'riqlaydi. Bir yerga mayni ayrim bir harakatga tayinib o'riqlataman desangiz bo'lmaydi. 5 minutlik bir harakatlarni qo'yib o'riqtib ketamankin deb ham xiyol qilmang, ha. 7-si, un guruch asos ochliq tomoqlarini to'xtatib etdingiz degan gap hamon bir kuni po shu bitsa degan gap. Chunki sizning tomoqdan xo'shallik tuyg'ungiz yo'qolib ketadi. Un guruch degan bizga xo'shallik olib keladigan narsa. Siz bir aql to'xtatib o'tib, saybili go'shtni yesangiz, hamon bir kuni yana shu narsalarni seg'inib ketib, qaytadan jiqiya po shu bilib burunqa qirg'an bakrak samirib ketasiz. Shunga yeymiz un guruchni muvofiq miqdorda yeymiz. 8-si, badandagi eng muhim narsa muskul. Qizlar 30 yoshdan keyin har yilda 1% muskul ozlabmaydi. Agar tomoqdan haddidan ziyod farz tutsangiz, oqsil turdagi yemaklarni yaxshi yemasangiz, harakatlarni pek ig'ir qilsangiz yoki bo'lmasa biraqliq qilmay qo'ysangizmi, muskularingiz xorab ketsa, oson samirda olib qolasiz. Muvofiq miqdorda harakat qilib bering. Tomoqdan farz tutmang, ammo ahamiyat bering, o'lchamli tomoqlarni ham oqsilni jiqroq yeb bering. Menga agishib o'ylang, cho'qim o'rg'iltimasni.